Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan Turkiyada ish faoliyatimizda dushanba sonini albatta kuzatamiz. Mana dushanba kuni mana bugun biz ishimizda mana shunda davom ettiryapmiz. Mana shunaqa kanallar yapyapmiz. Mana ko'ryapsizlar kanallarimiz. Mana shunda kanallarimiz mana yopilyapti. Mana ko'ryapsizlar. Ko'chalarda bosilyapti. Mana bag'i mana mashinaga bo'lyapti. Mana bag'i mana ko'rib turibsizlar. O'tda mana shunday holatlarda mashinaga bo'lyapti va ishlatilyapti. Mana ko'rib turganingizdek, hurmatli obunachilarimiz, mana bugun sizlar bilan bitta kanalda bosib, mana e'tiborlaringizga havola qilaman. Mana hurmatli obunachilar, mana ko'ryapsizlar. Xuddi mana shunday qilib, mana shunday holatdagi mana bosilmagan mashinada bosyapmiz. Mana bu yerni pochoq qilib qo'yapti. Mana ishlab chiqarish jarayonimiz davom etyapti. Mana bag'lar mana boyagi mana silikon deydi bular. Bizda silikonda nima deyapti? To'g'risi esimdan chiqdi. O'zbekchasida mana silikon. Mana shunday holatlarda chiqilyapti. Hurmatli obunachilarimiz, bizni mana shunday mana har xil kanallarimiz bor. Mana ko'rsangiz, hammasi mana shu havolandırma fabrikani ishlab chiqarish jarayoni mana shunday holatlar bilan davom etyapti. Bugun haftaning dushanba kuni 12-yanvar mana shunday ishlarimizda davom etyapmiz. Hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Hozir mana bu ko'shani qanday qo'yilar desam, mana ko'shani avvalam bir ko'rsatgandim. Mana shu ko'sha ko'rsangiz, mana ko'shani qo'yish jarayonini mana sizlar bilan ko'rsatib o'taman. Qo'yildi. Mana mashinada, mana mobillarda yopadi. Mashina ishlash jarayoni. Qiziqarli holat albatta. Turkiyada hozirgi paytda bilasizlar, 1-yanvardan boshlab zamlar yopildi. Endi oyliklarimiz ham oshib qolsa kerak, albatta. Oyliklarimiz oshib qolsa yaxshi bo'lardi. Nasib bo'lsa, mana hozirgi paytda Turkiyada ob-havo bugun qor yog'yapti. Turkiyaning havolari qor yog'yapti. Albatta bizni kuzating, bizni qo'llab-quvvatlaganlarga avvalambor o'z minnatdorchiligimni izhor qilib qolaman. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli va noyob videolar sizni e'tiborlaringizga havola qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz yana sizlar uchun qiziqarli bo'lgan videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Turkiyada mana hozirgi paytda bilasizlar, kelish har kelsa bo'ladi, ishlayapti, ko'pchilik mana kelib ishlayapti. Subiroz aligi bo'lyapti. Mana shunday mana qilib maqsad bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'lingizlar.